Bugun men juda muhim mavzuni ko'tarmoqchiman. Siz tomoshabinlarning fikri, savollari, izohlari va qo'llab-quvvatlashingiz bu kanal uchun shunchaki yoqimli narsa emas, balki kanalning kelajagini belgilaydigan asosiy omillardan biridir. Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Chunki YouTube'da foydali kontent ko'payishi ham, sifatsiz va yuzaki videolar kamayishi ham ko'p jihatdan tomoshabinning faolligiga bog'liq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men nima uchun sizning izohingiz muhimligini, qanday savollar berish kerakligini, izohlarda nimalarga e'tibor qilish lozimligini va men sizning savollaringiz asosida keyingi videolarni qanday tayyorlashimni batafsil tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu oddiy harakatlar kanal rivoji uchun juda katta yordam beradi. Avvallari tomoshabin bilan muallif o'rtasidagi aloqa juda cheklangan edi. Masalan, televizorda biror ko'rsatuv chiqardi, odamlar uni ko'rardi, lekin ko'rsatuv muallifiga darhol savol berish, noto'g'ri joyini ko'rsatish yoki mana shu mavzuni chuqurroq tushuntiring deyish imkoniyati deyarli yo'q edi. Gazetada maqola o'qisangiz ham javob olish uchun xat yozish, uni yuborish keyin kutish kerak bo'lardi. Bu jarayon sekin noqulay va ko'pincha natijasiz bo'lgan. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Siz videoni ko'rasiz, darhol izoh yozasiz, savol berasiz, o'z tajribangizni aytasiz. Men esa shu izohlar orqali sizning nimaga qiziqayotganingizni, qaysi masalalarda tushunmovchilik borligini, qaysi mavzularni yanada sodda va chuqurroq tushuntirish kerakligini bilib olaman. Bu juda katta imkoniyat. Chunki kanal bir tomonlama minbar emas, balki jonli muloqot maydoniga aylanadi. Lekin shu yerda bitta muhim muammo bor. Ko'pchilik tomoshabinlar izoh yozishni unchalik muhim deb o'ylamaydi. Men yozsam nima o'zgaradi deb o'ylaydi. Yoki mening savolim oddiy, boshqalar kulib qo'ymasin deb tortinadi. Ba'zan esa odamlar faqat tomosha qilib chiqib ketadi. Lekin like bosmaydi, obuna bo'lmaydi, fikr bildirmaydi. Natijada YouTube algoritm videoni kamroq odamga tavsiya qiladi. Foydali ma'lumot esa kerakli auditoriyaga yetib bormay qoladi. Men ekspert sifatida shuni aniq ayta olaman. Har bir izoh, har bir savol, har bir like va har bir obuna real ta'sirga ega. Bu shunchaki raqam emas. Bu kanalning qaysi yo'nalishda davom etishini, qaysi mavzular ustuvor bo'lishini, qanday formatlar ko'proq tayyorlanishini ko'rsatadigan signal hisoblanadi. Avvalo, sizning izohlaringiz men uchun nimani anglatishini tushuntirib beray. Birinchi navbatda izohlar tomoshabinning real ehtiyojini ko'rsatadi. Men biror mavzuni tushuntiraman, lekin sizning hayotingizda bu mavzu qanday ko'rinishda uchrayotganini aynan izohlardan bilaman. Masalan, men huquqiy masala haqida gapirsam, kimdir izohda menda shunday vaziyat bo'ldi. Bankdan xabar keldi, lekin nima qilishni bilmayapman deb yozadi. Yana kimdir men davlat idorasiga bordim, mendan qo'shimcha hujjat so'rashdi. Bu qonuniymi deb so'raydi. Ana shu savollar keyingi videolarga asos bo'ladi. Ikkinchidan, izohlar orqali men qaysi joylar yetarlicha tushunarli bo'lmaganini bilaman. Ba'zida men ekspert sifatida biror atamani odatiy deb hisoblab tez o'tib ketishim mumkin. Lekin tomoshabin izohda shu so'zni oddiyroq tushuntirib bering desa, men keyingi videoda aynan shu joyni ochib beraman. Masalan, biror jarayonda ariza topshiriladi, reyestrdan ma'lumot olinadi, murojaat ro'yxatdan o'tkaziladi degan iboralar ishlatilsa, oddiy odam uchun bu hamisha ham ravshan bo'lmasligi mumkin. Qayerga borish kerak, kimga murojaat qilish kerak, qanday yozish kerak, qancha muddat kutish kerak? Mana shu savollar izohlar orqali ko'rinadi. Uchinchidan, sizning fikrlaringiz boshqalarga ham yordam beradi. Masalan, bitta tomoshabin izohda o'z tajribasini yozadi. Men ariza topshirdim, 10 ish kunida javob oldim. Pasport nusxasi va shartnoma kerak bo'ldi. Boshqa odam shu izohni o'qib, o'ziga kerakli yo'l yo'riq oladi. Ya'ni izohlar faqat menga emas, butun hamjamiyatga foyda beradi. Bir odamning tajribasi yuzlab odamlarning vaqtini tejashi mumkin. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Video 2000 marta ko'rildi. Lekin izohlar soni atiga 15 ta. YouTube buni shunday tushunishi mumkin. Odamlar videoni ko'rdi, lekin faol munosabat bildirmadi. Demak, mavzu unchalik qiziq emas. Endi boshqa holatni olaylik. Video 10.000 marta ko'rildi, lekin 300 ta izoh, 1000 ta like ko'plab saqlab qo'yishlar bor. Bu algoritmga kuchli signal beradi. Video odamlar uchun muhim. Ular fikr bildiryapti, bahslashyapti, savol beryapti. Natijada video yangi tomoshabinlar ko'proq tavsiya qilinadi. Shu sababli kim tashvishlanishi kerak? Birinchidan, o'z muammosiga javob qidirayotgan odamlar. Agar sizda savol bo'lsa, uni ichingizda saqlab yurishdan foyda yo'q.
Savolingizni yozing. Ehtimol men unga izohda javob beraman. Ehtimol u alohida video mavzusiga aylanadi. Eng muhimi, sizning savolingiz yolg'iz sizniki bo'lmasligi mumkin. Xuddi shu muammo bilan yuzlab odamlar yurishi ehtimoli bor. Ikkinchidan, o'z tajribasi bilan boshqalarga yordam bera oladigan tomoshabinlar faol bo'lishi kerak. Masalan, siz biror hujjatni rasmiylashtirgansiz, biror tashkilotga murojaat qilgansiz, biror xizmatdan foydalangansiz. Shu jarayonda sizga nima oson bo'ldi, nima qiyin bo'ldi, qaysi hujjat kerak bo'ldi, qancha vaqt ketdi, bularni yozsangiz boshqalar uchun juda qimmatli ma'lumot bo'ladi. Uchinchidan, kanal rivojlanishini xohlaydigan tomoshabinlar ham izohlarda faol bo'lishi kerak. Men ko'p marta aytaman, kanal faqat muallifning mehnati bilan emas, tomoshabinning ishtiroki bilan ham o'sadi. Agar siz foydali videoni ko'rib, yaxshi ekan deb chiqib ketsangiz, bu ishga baho bo'lib qoladi. Lekin like bossangiz, izoh yozsangiz, do'stlaringizga yuborsangiz, bu real yordamga aylanadi. Kimlar esa ortiqcha tashvishlanmasligi kerak. Agar siz hozircha savol berishga tayyor bo'lmasangiz, bu ham muammo emas. Siz videoni diqqat bilan ko'rib, keyinroq izoh yozishingiz mumkin. Yoki faqat like bosishingiz, kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Har bir yordamning o'z o'rni bor. Faqat bitta narsani unutmang. Jim tomoshabin bo'lib qolish ham tanlov, faol tomoshabin bo'lish ham tanlov. Men sizni ikkinchi yo'lni tanlashga chaqiraman. Chunki bu nafaqat kanalga, balki boshqa odamlarga ham foyda keltiradi. Endi izohlardagi muhim nozik jihatlarga to'xtalib o'taman. Birinchi nozik jihat. Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob shunchalik foydali bo'ladi. Masalan, nima qilish kerak deb yozsangiz, men vaziyatni tushunmasligim mumkin. Lekin men 2023 yilda shartnoma tuzganman. 2024 yilda to'lov bo'yicha muammo chiqdi. Qo'limda shartnoma va kvitansiya bor. Endi qayerga murojaat qilishim kerak deb yozsangiz, savol ancha ravshan bo'ladi. Men ham umumiy gap emas. Aniq yo'nalish bera olaman. Ikkinchi nozik jihat, shaxsiy ma'lumotlarni izohlarga yozmang. Telefon raqamingiz, pasport ma'lumotlaringiz, karta raqamingiz, yashash manzilingiz. Shartnoma raqami yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni ochiq joyga joylashtirish xavfli. Internet ochiq maydon. Sizning izohingizni faqat men emas, boshqa odamlar ham ko'radi. Shuning uchun savol berayotganda vaziyatni umumiy tarzda tushuntiring, lekin shaxsiy ma'lumotlarni bermang. Uchinchi nozik jihat, izohlarda hurmat saqlanishi kerak. Men har doim tanqidni qabul qilaman, savollarni qadrlayman. Boshqa fikrlarni ham eshitishga tayyorman, lekin haqorat, kamsitish, asossiz ayblov boshqa tomoshabinlarga nisbatan qo'pol munosabat hech kimga foyda bermaydi. Agar siz rozi bo'lmasangiz, dalil bilan yozing. Masalan, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki amaliyotda bunday holat uchraydi deb yozish madaniyatli muloqotdir. Lekin siz hech narsani bilmaysiz kabi gaplar bahsni foydali yo'ldan chiqarib yuboradi. To'rtinchi nozik jihat. Hamma savolga darhol javob bo'lmasligi mumkin. Ba'zi savollar juda umumiy bo'ladi, ba'zilari esa alohida tekshiruv talab qiladi. Men har bir izohni qadrlayman, lekin bitta videodan keyin yuzlab savollar tushsa, hammasiga bir zoomda javob berish imkoni bo'lmasligi mumkin. Shunda ham men eng ko'p takrorlangan savollarni ajratib olaman, mavzularga bo'laman va keyingi videolarda ularga javob berishga harakat qilaman. Beshinchi nozik jihat. Izohdagi maslahatni rasmiy huquqiy yoki shaxsiy maslahat deb qabul qilmaslik kerak. Men videolarda va izohlarda umumiy tushuntirish beraman. Har bir odamning vaziyati alohida bo'lishi mumkin. Masalan, ikki odam bir xil muammoga duch kelgandek ko'rinadi, lekin birida hujjatlar to'liq, boshqasida esa muhim dalil yo'q. Birida muddat o'tmagan, boshqasida muddat o'tib ketgan. Shuning uchun izohdagi javob yo'nalish beradi. Lekin yakuniy qaror qabul qilishdan oldin hujjatlarni tekshirish, zarur bo'lsa mutaxassisga murojaat qilish kerak. Yana bir muhim jihat. Ba'zan izohlarda odamlar menga shaxsiy yozing, tez yordam bering, faqat menga javob bering deb yozadi. Men bunday murojaatlarni tushunaman, chunki odam qiyin vaziyatda bo'lishi mumkin. Lekin kanalning maqsadi faqat bitta odamga emas, ko'pchilikka foyda berish. Shuning uchun savollarni umumiy shaklda yozsangiz, men javobni ham shunday beramanki, undan boshqa tomoshabinlar ham foydalanadi. Endi hayotiy vaziyatlarga qaraylik. Bir tomoshabin izohda yozadi: men ariza topshirdim, lekin o'sha kundan beri javob yo'q. Bunday savolda men birinchi navbatda ariza qayerga topshirilganini, ro'yxatdan o'tgan raqami bor yo'qligini, yozma yoki elektron shaklda yuborilganini bilishim kerak bo'ladi. Agar tomoshabin shu ma'lumotlarni umumiy tarzda yozsa, masalan, davlat tashkilotiga elektron murojaat yuborganman,
ariza raqami bor. 3 kundan oshdi desa, javob berish ancha osonlashadi. Yana bir misol. Kimdir yozadi, menga noto'g'ri jarima keldi. Bu savol juda umumiy. Lekin menga 25 mart kuni jarima haqida xabar keldi. Men o'sha vaqtda u joyda bo'lmaganman. Qo'limda ish joyimda ma'lumotnoma bor. E'tiroz berish muddati qancha desa, bu allaqachon aniq vaziyat. Shunda men izohda yoki keyingi videoda qaysi hujjatlarni tayyorlash, qayerga murojaat qilish, e'tirozni qanday yozish haqida batafsil gapira olaman. Yana bir holat, tomoshabin yozadi. Men kredit olganman, hozir to'lay olmayapman. Nima qilay? Bu juda ko'p uchraydigan muammo. Bunday vaziyatda aniq savol quyidagicha bo'lishi mumkin. Kredit shartnomam bor. 3 oy kechikish bo'ldi. Bank telefon qilyapti, restrukturizatsiya so'rasam bo'ladimi? Arizada nima yozish kerak? Mana shunday savol nafaqat menga tushunarli bo'ladi, balki boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali mavzuga aylanadi. Endi siz izoh yozmoqchi bo'lsangiz, qanday yo'l tutish kerakligini aniq qilib aytaman. Birinchi qadam. Videoni oxirigacha ko'ring. Ba'zan savolning javobi videoning oxirgi qismida berilgan bo'ladi. Agar siz boshda savol yozib, keyin chiqib ketsangiz, muhim tushuntirishni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shuning uchun avval to'liq tinglang. Keyin savolingizni shakllantiring. Ikkinchi qadam. Savolingizni qisqa, lekin mazmunli yozing. 3 ta asosiy narsani ko'rsating. Vaziyat qachon bo'lgan, qayerda yoki qaysi sohada bo'lgan, qo'lingizda qanday hujjat yoki dalil bor, masalan. 2024 yil iyun oyida shartnoma tuzganman, xizmat ko'rsatilmagan, qo'limda to'lov cheki bor. Pulni qaytarish uchun avval kimga murojaat qilaman? Bu savol juda yaxshi tuzilgan, chunki unda vaqt, muammo va dalil bor. 3-qadam. Shaxsiy ma'lumotlarni yopiq saqlang. Izohda pasport seriyasi, karta raqami, telefon raqami, aniq manzil, shartnoma raqami, sud ishi raqami kabi ma'lumotlarni yozmang. Agar hujjatdagi ma'lumotni aytish zarur bo'lsa, umumiy yozing. Shartnoma bor, to'lov cheki bor, ariza raqami bor, javob xati kelgan. Bu yetarli. 4-qadam, agar sizda mavzu bo'yicha taklif bo'lsa, uni alohida yozing. Masalan, iltimos, aliment undirish tartibi haqida video qiling. Meros va hujjatlar bo'yicha batafsil tushuntiring. Kredit kechikishi va bank bilan kelishish haqida alohida video kerak. Men bunday takliflarni alohida kuzatib boraman. Bir mavzu bir necha marta takrorlansa, demak u ko'pchilik uchun dolzarb. 5-qadam, boshqa tomoshabinlarning izohlarini ham o'qing. Ba'zan siz bermoqchi bo'lgan savolni boshqasi allaqachon bergan bo'ladi. Men yoki boshqa tajribali tomoshabin unga javob yozgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga siz o'sha savol ostiga menda ham shunday holat deb yozsangiz, men bu muammo keng tarqalganini tushunaman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, buni izohda ayting. Masalan, shu tushuntirishdan keyin ariza yozdim. Video sababli qaysi hujjat kerakligini bildim. Bu mavzuni davom ettiring kabi izohlar men uchun juda muhim. Chunki men qaysi format ishlayotganini, qaysi tushuntirishlar odamlar uchun foydali bo'layotganini shundan bilaman. 7-qadam, videoni ulashing. Agar sizda aynan shu mavzu bo'yicha qiynalayotgan qarindosh, do'st, hamkasb yoki qo'shni bo'lsa, videoni unga yuboring. Ko'p hollarda odamlar muammoni hal qila olmaydi, chunki qayerdan boshlashni bilmaydi. Bitta video unga yo'l ko'rsatishi mumkin. Masalan, kimdir ariza yozishdan qo'rqadi. Kimdir davlat idorasiga borishga tortinadi. Kimdir o'z huquqini bilmaydi. Siz yuborgan foydali ma'lumot uning vaqtini, pulini va asabini tejashi mumkin. 8-qadam, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqing. Chunki bitta video bilan hamma savollarga javob berib bo'lmaydi. Mavzular davomli bo'ladi. Bugun umumiy tushuntirish bo'lsa, ertaga hujjatlar ro'yxati, keyin ariza namunasi, undan keyin keng tarqalgan xatolar haqida video chiqishi mumkin. Obuna bo'lmasangiz, keyingi muhim videoni o'tkazib yuborishingiz ehtimoli bor. Yana bitta amaliy tavsiya, izoh yozishdan oldin savolingizni 2 marta o'qing. Men o'zim yozgan savolni boshqa odam tushunadimi deb o'ylang. Agar tushunarsiz bo'lsa, o'zgina aniqlik kiriting. Lekin juda uzun, chalkash, hissiyotga to'la matn ham qiyin o'qiladi. Eng yaxshi izoh bu tartibli izoh. Avval vaziyat, keyin muammo, keyin savol. Masalan, men 2002 yilda uy sotib olganman. Hozir hujjatda xatolik chiqqan. Kadastrga murojaat qilishim kerakmi yoki notariuskami? Mana shu kabi yozilsa, javob berish ancha oson. Men tomoshabinlarga yana shuni aytmoqchiman. Savol berishdan uyalmang. Juda ko'p odamlar bu oddiy savol bo'lsa kerak deb o'ylab yozmaydi. Aslida oddiy savol eng muhim savol bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik aynan oddiy narsalarda adashadi. Arizani kimga yozish, hujjat nusxasini olish
muddatni hisoblash, javob xatini saqlab qo'yish, og'zaki gapga ishonib qolmaslik. Bu mayda ko'rgan narsalar keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Men sizlarga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Har bir ko'rish, har bir like, har bir obuna, har bir izoh men uchun qadrlidir. Ayniqsa sizlar o'z tajribangizni yozganingizda, savol berganingizda, xatoni ko'rsatganingizda yoki yangi mavzu taklif qilganingizda kanal yanada foydali bo'ladi. Men bu kanalni shunchaki video joylash uchun emas, odamlar amaliy foyda oladigan, o'z savoliga javob topadigan, muammoga yechim izlaydigan maydon sifatida yuritmoqchiman. Bugun asosiy fikr shuki, sizning izohlaringiz kanal uchun ham, boshqa tomoshabinlar uchun ham juda muhim. Savolingizni aniq yozing, shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilmang, hurmat bilan muloqot qiling va mavzu taklif qilishdan tortinmang. Men izohlarni kuzatib boraman va eng dolzarb savollar asosida yangi videolar tayyorlashda davom etaman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, hozir like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda albatta yozing. Sizga qaysi mavzu bo'yicha keyingi video kerak? Qanday savolingiz bor? Qaysi muammo sizni qiynayapti? Sizning bitta izohingiz keyingi katta va foydali videoga sabab bo'lishi mumkin.